Bugün biz pechene yasayız. Bizga margarin, yumurta, vanilin, un, shakar, qimiq, soda ham tuz kerak bo'lacak. Eng birinchi margarinni osh temperaturada mikrovolnovkada eritamiz. Shu sovuqqa 4 yumurta, 1 stakan shakar, qimiq, vanilin, ozgina tuz ham yoki bol qo'shig'i soda solamiz. Bulg'atamiz. Erigan margarinni ekranga solib bulg'atamiz. 2 stakan un solib bulg'atamiz. Formani moy bilan suvimiz va qovurni solib shig'amiz. 180 gradus temperaturada to'polonga qo'yamiz. Pechene hazır. Şeyleriniz temli bulsun.